Protein ichyapsizmi? Unda iltimos buni eshiting. Hozir hamma protein ichyapti. Trener aytdi, bloger tavsiya qildi, do'stimi ichyapti. Lekin hech kim sizga qaysi protein organizmga mos, qaysi biri esa zarar keltirishi mumkinligini aytmadi. Eng katta xato qancha ko'p protein shuncha yaxshi deb o'ylash. Aslida esa ortiqcha yoki sifatsiz protein organizmga ortiqcha yuklama bo'lishi mumkin. Natijada qorindan bo'ladi, ichak bezovta qiladi, og'izdan noxush hid keladi, organizm ko'proq suv yo'qotadi, charchoq kuchayadi. Eng xavflisi, organizm suvsizlanganda birinchi azob chekuvchilardan biri bu bo'g'imlar. Sinovial suyuqlik kamayadi. Shunda tizzalar g'ijirlay boshlaydi. Bel og'riydi, bo'yin qotadi, harakat qilish tobora qiyinlashadi. Siz mushak quraman deb bo'g'imlaringizni yemirib qo'ymang. Muammo proteinning o'zida emas, muammo sifatsiz protein noto'g'ri tanlov va uni noto'g'ri iste'mol qilishda. Ya'ni protein organizmga yordam beradi, yomoni esa yillar davomida sog'lig'ingizni sekin-asta yemirishi mumkin. Qaysi proteinni tanlashni bilmayapsizmi? Directga protein deb yozing va men sizga qaysi protein sifatli, qaysi biriga pul sarflash kerak emasligini va aynan siz uchun qaysi biri mos kelishini bepul tushuntirib beraman.